Сейчас, 1 second. Пишем. Selam şahitler. Sizning irinshak degan hayvon turida eshitganingiz bormi? Yo'q. Deysizmi? Olaysa bugun men sizni onam bilan tanishtirirman. Irinshak Güney Amerika materigida yashaydi. Uni yo'qog'ini shulay atamaganlar, chunki u eng uzoq qimildovchi jon egasi. Haligi hayvon zo'r tugul. Uning gavdasi 60 cm, og'irligi 6 kg shamasi. Irinshakning gavdasi ham boshi yen bilan qoplangan. U sirg'oq ham kurang tusda bo'lagan. Haligi jon egasi isni shab sezar, ammo nashar ko'ra ham nashar eshita. U bek tinish hayvon, kishilarga tegmaydi. Irinshak qirishida bek uzoq harakatlanadi, ammo bek yaxshi gezadi. Shunga ko'ra ular suvliqlarda tez harakat etadi. Shundan irinshak nega tovush chiqaradi? Bilasizmi? Yo'q. Men de bilmayman. Aytangiz, birgalab tinglab qarang. Shunisi qiziq, irinshakning tan temperaturasi da tuban. Uning o'rtacha temperaturasi 30-33 gradus. Aqoy vaqt 24 gradusga da tusha oladi. Qo'y o'rmonlarda yashovchi irinshak ko'piklarga yaratadi. Ular tavlikning 10-15 soatini yo'qlab uzdirar ekan. Haligi hayvon o'simliklar bilan to'qlanadi. U jimishlar, o'lan, yaproqlar ashaydi. Irinshak turida bugun bek ko'p siyladi. Hozir bilimlarni nig'itaylik. Irinshak yirtqich hayvonmi? Yo'q, albatta. U boshqa hayvonlarning iti bilan to'yinmaydi. Bo'lsa irinshak bujak o'xshovchi hayvonmi? Yo'q. Yo'q, u bujakda o'xshamaydi. Demak, u o'lan bilan to'qlanishi jon egasimi? Ayye, javob beriz. Bildirdingiz shoirlar. Hozir ikkinchi so'rovga ko'shik. Irinshak tavlikning 4 soatini yo'qlab o'tkazami? Yo'q, ular uzoqroq yo'qlaydi. Balki u tavlikning 8 soatini yo'qlab o'tkazadi. Yo'q, ular tog'ida uzoqroq yo'qlaydi. Demak, u tavlikning 15 soatini yo'qlaymi? Ayye, bildirdingiz shoirlar. Afarin. Bugunga mana shular. Men sizni bilan sog'lasham. Aylana-tira tabiatni kuzatib yashaysiz do'stlar. Chunki hayvonlar dunyosi bek qiziqli. Aylana-tira tabiatni kuzatib yashaysiz. Chunki hayvonlar dunyosi bek qiziq. Qiziqlar. Ay, Шумок же переписываю.